Assalomu alaykum akalar. Uyimizga Matiz avtomobili keldi. Bunda bo'layotgan muammosi gazlari o'ynab to'lib qolgan mozaslonkalar. Gazlari o'ynab qo'ygan. Raketa datchiklari qatib, mashina yaxshi tortmay qolgan. Suycha provodlar qo'yishgan bo'lmagan. Xudo xolasa biz buni chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Masalan, gaz o'ynab qolishining sabablari mana narsadan ham bo'ladi. Klapan. O'zimiz xalq orasida shutda deb qo'yadi buni. Shuni ham qo'yish kerak bo'ladi. Ichi to'lib qolgandan keyin pramo bo'lib qoladi bu narsa. Qatib. Shuni ham almashtirib qo'ysanglar yaxshi bo'lib qoladi, gaz o'ynamay qoladi. Mana buni datchini ham qarab qo'yasizlar, map datchi deylar. Shundan ham bo'lib qoladi.